iltimos yordam qo'llaringizni ayamangizlar menga. Inshaalloh hali ikkita o'g'ilchamni ko'ra olganim yo'q aka. Sizlardan iltimos, bitta ko'zimni davolasam bo'ldi. Jamshid aka, hatto bitta ko'zimni davolab olsam ham o'zim u yoqni eplab ketaman inshaalloh. Lekin hozir hech narsa ko'rinmayapti-da aka. Umuman ko'rinmayapti. Ko'zingiz ko'rib ketsa nima qilardingiz birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda Allohimga hamdlar aytardim, ahli musulmonlarga duo qilardim albatta. Farzandlarim ham bir ko'rib bag'rimga bosishganlarim ko'p bor edi-da aka. Nima bo'lyapti aka? Hammasi yaxshi bo'ladi. TSP ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard, Humo va Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz va bundan tashqari svet, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hamda 50 dan oshiq turdagi to'lovlarni onlayn amalga oshirish mumkin. TSP ilovasi orqali nafaqat pul o'tkazmalari va to'lovlar, balki avia chiptalarni ham arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. TSP yaqinlarni birgalikda quvontiramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarni bugungi efirda ko'rib turganimdan juda xursandman. Aka-ukalar, mana shu videomizni maksimal darajada like bosib tarqatingizlar. Hammalaringizni kirib kelgan ro'za Ramazon oyi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ancha kundan beri efirlar qila olmayapmiz, videolar qila olmayapmiz. Bugun yangi mavzuga qo'l urayapmiz. Lekin bu mavzuni har bir ko'rgan inson yig'laydi. Shuning uchun mana shu videoni ko'proq insonga tarqatib yuboringizlar. Oxirigacha like bosib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamshidjon aka, keling. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alloh yetkazdirdi. Boringizga shukr. Yaxshi keldingizmi? Kelingizlar. Nimaga buncha yig'ladingiz aka? Nima bo'lyapti? Allohning boriga behisob shukr aka, qadamingizga yetganiga behisob shukr. Akajon, meni ozgina ko'zlarimda yaxshigina muammolar borligi uchun sizlarga murojaat qildim. Albatta kiringizlarda ichkariga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shuni siz yashayotgan kvartirangiz? Mana shu yerda ijaradaman-da hozirgi kunda. Kelingizlar, o'tingizlar. Shunaqa holatda turasiz-da, umuman ko'z hozir ikkalasi ham ko'rmayaptimi? Ko'zim ikkalasi ham ko'rmaydi. Ko'zimni bu ko'rmasligiga уже 5 yil bo'ldi aka. 5 yildan beri davosini qilaverib, bu ko'zimni davolayman deb bor yo'g'imdan ham hattoki ayrildim-da endi. Hozirgi kunda mana shunaqa operatsiyamga muhtojlik joyi chiqib qoldi aka. Ko'zimni inshaalloh operatsiya qildirsak, doktorlarimizni va'dalariga qaraganda albatta ko'zim ko'radi inshaalloh, nasib. Siz hozir o'zingizni xohishingiz bilan bizga murojaat qilib, o'zingizni xohishingiz bilan mana shu YouTube tarmog'iga chiqyapsiz, ha? Albatta, bu sizni hech kim majburlab chiqarayotgan yo'q. Shu narsani ham aytib o'tingda. Jamshidjon aka, men sizni kelganingizga qanchalik xursandman. Men o'z xohishim bilan sizni bir amallab raqamingizni topib, sizga aloqaga chiqib iltimos qilganmanki, o'z xohishim bilan aka. Hammasi yaxshi bo'ladi aka, inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sababi sizda yaxshi insonlarning men yordamiga muhtojman akajon. Xudo xohlasa. Sizni men ko'p kuzataman. Ko'zim sog'liq paytida ham ko'p kuzatardim. Anchadan beri kuzataman. Obunachingizman aka, men ham. Ammo o'zimni boshimga hozir mana bunaqa kunlar tushib qolgandan keyin majbur bo'lib aka sizni o'zingiz raqamingizga chiqib murojaat qilishga majbur bo'lib qoldim akajon. Menga yordamingiz rosti bilan kerakligi uchun. Xudo xolasa nasib qilsin. O'tirib ol qani? O'tiring aka, o'tiring. Siz o'tirib oling, siz o'tirib oling. Bismillah. Jamshid aka, gapning ochiqini aytaymi akajon, mana shunchalik Xudoga iltijo qilib kecha-yu kunduz duo qilganman. Aka, yaxshi insonlarning yordamiga muhtojman-da akajon. Men chunki ikkala ko'zim ham ko'rmayapti hozirgi kunda. Ko'zlarimni davolashi o'ziga 50-60 million darajadagi summalar kerak bo'lyapti. Axir 5 yildan beri men shu ahvoldaman Jamshid aka. 5 yil bo'ldi bu ahvolga tushganimga. Allohimga shukr, mana ro'za Ramazon oyida sizda yaxshi insonlarni yo'liqtirdi. Behisob shukr. Behisob shukr akajon. Shu bir og'iz so'rab kelganingiz uchun men hozir shunchalik xursandman. Shunchalik ham xursandmanki, meni ham kimdir so'rar ekan-da aka. Kimdir so'rar ekan.
hurmatli yaxshi insonlardan men albatta yordam so'rab qolaman, muhtojman, yordamlaringizga muhtojman akalar. Sizlardan iltimos, bitta ko'zimni davolasam bo'ldi. Jamshid aka, hatto bitta ko'zimni davolab bo'lsam ham o'zim u yoqni eplab ketaman inshaalloh. Lekin hozir hech narsa ko'rinmayapti-da aka. Umuman ko'rinmayapti. Qarang, 5 yildan beri mana shu holatda yashashni o'zi bir azob bilaman-da, azob. Kuchli azob ekan aka. Oson emas. Aka, mana shunday o'tirishim meni o'zimni erkaklik g'ururimgacha hattoki to'g'ri kelmayapti-da. Lekin majburman. Bu Xudoning kuni, har bir kunimiz Allohning kuni. Lekin Allohim baribir yaxshiliklarni ayamaydi, bilaman. Albatta, yaxshi. Shu bugun ko'zingiz ko'rib ketsa nima qilardingiz birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda Allohimga hamdlar aytardim, ahli musulmonlarga duo qilardim albatta. Xafa bo'lmang aka. Hali shunday yaxshi kunlar turibdi. Allohim sizni bu dunyoda sinov beryapti aka. Bu dunyoni sinovini Jamshid aka, Allohim har bir sinovga labbay deb tayyorman men. Tayyorman, ammo ko'zlarim umuman ko'rmay qolgandan keyin hattoki ishonasizmi, bir qadam tashlashga qo'rqib qolyapmanki, undan ham og'ir narsalar kelib qolmasligi uchun-da. Xudoning ishi, Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Noshukr emasman. Alhamdulillah noshukr emasman, lekin sababini qidirishim kerak bo'lyapti. Menga haqiqatan ham menga yordam kerak. Doktorlarimiz va'dasi bo'yicha albatta tuzalasan deyishyapti va ichimdan aniq bilib turib, sezib turibman aka. Agar o'sha mablag' bo'lsa ko'ra olasizmi? To'xtang. Agar o'sha mablag' bo'lsa siz ko'ra olasizmi? Ko'ra olaman inshaalloh. Birinchidan qalbimni to'rt-to'rida men uni sezib turibman. Allohimga ayon bu narsa va doktorlarimizni berayotgan tavsiyalaridan albatta ko'rib ketar ekanman aka. Nima bo'lyapti aka? Aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi aka. Hammasi yaxshi bo'ladi aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang aka. Bu ham bir ko'rgilik ekan. Inshaalloh o'tib ketadi aka. Inshaalloh, Allohimdan umidim katta. Va aziz yaxshilarga meni murojaatim shuki, iltimos qo'llaringizdan kelsa yordamlaringizni ayamangizlar. Haqlaringizda duodaman. Ulug' Ramazon oylarida ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul aylasin. Birlaringizga minglaringizga tumonat bersin. Allohimdan hamisha duodaman yaxshi insonlardan. İltimos yordamlaringizga muhtojman. Yordamlaringizni ayamangizlar. Inshaalloh ko'rib ketib, inshaalloh yaxshi bo'lganimda chiqib albatta haqlaringizga yana duo qilishda davom etaman albatta yaxshilar. Iltimos sizlardan. Iltimos yordam qo'llaringizni ayamangizlar menga. İnshaalloh hali ikkita o'g'ilchamni ko'ra olganim yo'q aka. Farzandlarim ham bir ko'rib bag'rimga bosish niyatlarim ko'p bor edi-da aka. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, mana ko'ryapsizlar. Erkak yig'lamasin ekanda, erkakni dardi yetib kelgandan keyin oxiri chiday olmay yig'laydi. Yo'qchilik yigitni erkakni yiqitadi aka-ukalar. Mana shu akamiz hozir ro'za Ramazon oylarida yo'qchilikdan, qiyinchiligidan, pulsizligidan hatto yeyishga hozirgi kecha kunduzda normal bir produktasi yo'q aka-ukalar. Mana bu yashayotgan joyini qarang, kvartirada aka-ukalar. Mana holatlarni ko'ring.
Mana hozir mana oshxonalarni ko'ramiz. Mana aka-ukalar, ana shu holatda, juda qiyin holatda, bu ham kvartira. 5 yil oldin mana shu Rossiyada svarshik bo'lib ishlab shu holatga kelib, ikkita ko'zi ham ko'rmay qolib, bor bisotini sotib, hatto o'zi uy-joy qilaman degan uchastkalarigacha sotib yuborib, shu ko'zini davolataman deb yugur bilan shu darajaga yetib kelib, hozir qarang, o'zidan boshqa hech vaqosi qolmagan. Na oilasi, na uy-joyi. Mana hozir ikkita ko'z ko'rmagandan keyin odamzod hech kimga kerak bo'lmay qolar ekan. Aka-ukalar, opa-singillar, ro'za Ramazon oyida turibmiz. Ro'za Ramazon oyida shu akamizni hozirgi ko'z yoshlarini ko'rib yurak junbushga keldi. Bilaman, sizda ham ko'zingizga yosh keldi. Lekin shu bugun mana shu ekranda ko'rib turgan kartalarga, to'g'ridan-to'g'ri ekranda ko'rib turgan kartalarga qo'ldan kelgancha yordam bersalaringiz, bir kun, 2 kunda juda katta o'zgarish, katta rezultat sizlarga albatta ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu o'tkinchi dunyo. Bu dunyo hammamizdan qoladi. Boradigan joyimiz 2 metr qabr aka-ukalar. Oxirgi manzilimiz shu. Lekin qarang, hozir bu akani men yig'laganini ko'rib ezilib ketyapman. Xudo xohlasa aka, mana shu xalqimiz qarab turmaydi. Inshaalloh hali hammasi oldinda o'tib ketadi. Biz ham qo'ldan kelgancha qarab turmaymiz. Inshaalloh, albatta Allohimdan niyatlarim ko'p. Albatta yaxshi kunlarda niyat qilib, umid qilib yashayapman. Albatta yaxshi insonlarning haqqiga duodaman. Allohim ishqilib har birlaringizda xonadonlaringizga fayz barakatlar yog'dirsin. Tutganlaringizni hamisha yaxshiliklarga, yaxshi kunlarga ishlatishliklaringizdan Allohning o'zi nasib aylasin. Shunchalik yordam qo'lini uzatib, ehson qilishliklarni niyat qilgan ekansizlar. Ramazon oyi hammalaringizga muborak kelib, Ramazon oyidan sog' salomat, gunohlari to'kilgan bandalar qatorida chiqishligimizni Allohning o'zi nasib aylasin hammamizga. Allohu akbar. Yig'lamang aka, yig'lamang, faqat yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi.